Akalar qaranglar, hozirlarga shuncha gapirib, 200 minutlab gapirib, ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatmasdan ketibman. Hozir ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatib ketaman. Bu narsani kelinglarga akalar, ko'rdilaringiz. Mana kelgandan keyin nima qilinadi? Bu olinadi. Shu eskiz berilgan qolipga yopishtiriladi. Mana oldin ham aytdim. Shuna holatga yopishtiriladi. Bu devasdan bitta stiglat qo'yilib turib, bu narsa ishlab chiqariladi inshaalloh. Akalar? Mana ko'pchilik regaga qatiriladigan quyuladimi aka, regaga qatiriladiganmi deb so'raydi. Yo'q, bu devorning holatiga qarab yopishtiriladigan narsa bo'ladi. Devorning o'ziga akalar. Suvoq bo'lsa idealniy bo'ladi bu narsaga. Mana akalar. Bitta valida akalar. Mana qomni ushlab turish uchun. Buni rangini qanot chiqariladi. Seriallar hatto olinadi. Deydiganlar bemalol direktga yozsalaringiz, shogird tushmoqchi bo'lganlar pastki raqamlarga albatta murojaat qilinglar. Shogird olamiz akalar. Xudo xolasa o'sha narx kelishilgan holatda o'rganlar inshaalloh. Ana. Bu hech qanaqa yo'q narsa emas, bu 2 yillik tajriba asosida ishlab chiqargan narsalar mana. Gek kami. Bu o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi deyotgan, maqtalayotgan trenddagi narsa mash bo'ladi akalar. Tavsiya qilaman sizlarga. Buni yopiladi. Yana sizlar bilgan holatda mana bitta ko'rsatib qo'ying, hurmatli operator. Mana. Keyin bu yerga qo'yiladi. Bo'ldi.